qaynonamga, qaynisinglimga, qaynisinglimga ko'ylak tikamiz. Oyijonim sandiqdagi poplin matolaridan tikish uchun berdilar. Matoni suvga solib chaygandim. Atiga 240 cm mato qoldi. 240 cm matodan homilador qaynisinglimga o'zbekcha fasonda yoqali ko'ylak lozim tikishim kerak edi. O'tgan yilgi qizimni ko'ylagidan qolgan ortiqcha matoni qo'shib tikishga qaror qildim. Binoyidek mos tushdi. Orqa oldi kaketkalarining ichki tomoniga qo'ydim. Yoqalari ham shu rangda bo'ldi. Mato anor gulli bo'lgani sababli yoqalariga oddiy bo'lib qolmasligi uchun toshlardan terib chiqdim. Ko'rib baho bering. Like bosib obuna bo'lsangiz xursand bo'laman. Anor